Hyundai Palisade 9 kishilikdan so'raganlar bormidi? Bor yo'g'i 17 ming kilometr yurgan, narxi arzon bo'lsin, lekin fulidan bo'lsin degan akalar uchun mana shu mashina sizlarning mashinanglar bo'ladi. Scorpion Pirelli balonida alyumin diski. Hop, mashinada nima navorot bo'ladigan bo'lsa, eng fulidan bundan o'tadigan fuli yo'q. Hop, egasini o'zi minish uchun olgan ekan. Mana shu oldi uchun tuning qilgan ekan. Mana shuni o'zi ham $700 sarflagan ekan. Hop, alyumin diski aytdim. Hop, elektronik paroglari bor ekan. Elektronik paroglarning o'ziga ham $1000 dan oshiq sarflagan ekan. Bitta ochib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bitta ko'ringlar, o'zingizlar baho berasizlar. Hop, mana shuni o'ziga ham $1000 dan oshiq sarflagan ekan. Hop, mashinamizda sideniya pamyat, massajlarigacha bor, hamma funksiyalar bor. Mashinani probegiga keladigan bo'lsak, 17000 hop 696 kilometr yurib turibdi. Mashinada atamankalar bor. Hamma navorot bor mashinada. Ikkinchi qatorini ko'rsatay bitta. O'sha oilaviy haydash uchun olgan ekan mashinani. Farzandini o'tiradigani. Hop, mashinada shturka pardalarigacha bor. Akustik tizimlarigacha bor. Hop, tepalarida bunisi ham bor. Ismi esimdan chiqib qoldi, hozir aniq konkretni aytgani. Shoshilinchda olyapman videoni ochig'i. Hop, Palisade H-Track 4x4 bilasizlar, faqat 4 ta balon tortadigan mashinalarda chiqadi bu H-Track degan nimasi, funksiyasi. Hop, yangi olgandan ko'ra $7-8 ming arzon olganim yaxshi degan akalar uchun mana shu mashina aka sizlarniki bo'ladi. Hop, mashinani O'zbekistongacha yetkazib berish narxi CIP Toshkent 55 ming bilan yetkazib beramiz. 51 ming tan narxi, 4 ming yo'l kiraminadi. 55 ming bilan akalar qo'lingizga tegadi. Yangisi 63 ming bo'ladi akalar buni CIP Toshkent. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli mashina ekan. Tekshirdik, umuman kraskasi yo'q. Xizmatdamiz akalar.